Barchaga jumayom muborak bo'lsin. Yana bir marta Telegram kanali ochishimiz, YouTube'da, Facebook'da ko'rinib turishimiz, YouTube'da YouTube kanali ochishimizdan oliy maqsadim bor. Bu oliy maqsadim shuki, xalqimizga oldin kasalliklar profilaktikasi, keyin qolaversa kasallangandan keyin kasalliklardan davo choralarini ko'rish bo'yicha maslahatlar berib borish, tibbiy savodxonligini xalqimizga oshirish. Buning uchun albatta qo'limizdan kelgan hamma ish qilamiz. Bunda men hamma kasalliklar bo'yicha 100% javob berishim to'g'ri deb bilmayman. Shuning uchun 20 dan ortiq Alloh yo'lida xizmat qilaman degan professor, dotsent, oliy malakali shifokorlarni jalb qilganman. Bu oliy malakali shifokorlar xudo xolasa xizmatlaringizda bo'lib maslahatlar berib turishadi. Men shu kanalni boshqaraman hamda o'rtada vositachilik qilaman. Xudo xolasa